Oho. Assalomu alaykum qo'shni. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Rahmat. Bu mashina kimniki? Mashina yeng kelgan qo'shniniki. Cha seriozli odam ekan lekin. Ha, seriozli deng. Mana chiqdim. Hozir bir 15 minutlarda boraman, xo'p? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Uzr. Bu mashina siznikimi? Ha, meniki. Sal noqulay joyga qo'yib qo'yibsiz. Bu anta bo'sh joy bor ekan. O'sha yoqqa borib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Sig'mayapsanmi? Ma. Aqlingga solib qo'y. Jahli chiqmasin. Men ham shu uyda turaman. Yangi qo'shni ekansiz. Bu paytingizda-chi bizdan tashqari yosh katta inson. Ey, menga qara. Kech qolman, qoch yo'limdan. Kattaroq joyda ishlaysizmi deyman, ha? Maxsus mashinaga o'xshaydi. Ey, tergovchimisan, namuncha surishtirding? Endi xodimlarga hamma narsa mumkin degani emasdir, bu to'g'rimi? Ha, yana mashinangizni shoxlarini ruxsatnomasi bormi? Menga qara, hozir ko'rsatsam, yonasan. Mayli. Ma. Ol. Ko'rganda boshqa boshimni qotirma, tushundingmi? Xodimmisiz? Ko'rmayapsanmi? Ko'rdim. Hoshilov. Ey, qo'yvor! Ko'rmadingmi hujjatimni? Xodimman deyapman senga. Ko'rdik. Soxtasini ko'rdik. Mana bu rostakasimi bo'ladi. Ko'rdingmi? Hochilov. Labbay. Bu soxta xodim bilan shaxsan o'zingiz shug'ullanasiz. Xo'p bo'ladi. Qonuniy chora ko'ring. Tanidim buni. 3 yil kamlik qilibdi-da, yana 4-5 yil qo'shib beramiz. Ikki qulog'ingga ham yaxshilab quying. Haqiqiy xodimlar hech qachon o'z kasbini suiiste'mol qilmaydi. Ba'zi soxta xodimlar dastidan qolganlar ham yomon ko'rinishyapti. Hammasiga qonuniy javob berasan. Olib ketinglar buni. O'rtoq boshliq, guvohnomani soxtaligini qayerdan bildingiz? Hujjatingizni menga bering. Tushundim. O'rtoq boshliq, nima qilay? Ortimizdan qayda? Xo'p bo'ladi. Ketdik. Xo'p bo'ladi.